Assalomu alaykum qizlarjonlar. Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Shanba tongidan hammalarga xayrli tong qizlarjonlar. Tuzukmisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Kuninglarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Mana voqli turdim. Bugun ishga o'qishga ketishadi. Yufqam bor edi qizlarjonlar. Mana uydagilarga sigara bo'rak qildim. Tez o'rab tashladim. Ichi kolbasa sirli har doimgidek. Videolarimda ham ko'rsatib o'tganman, eski videolarimda. Mana hozir endi orqa oldilarini qip-qizil qilib yog'da qizartirib olamiz. Choy yonida yeb ketishadi. Yana qilib o'tirdim kemadan, to'rtkadan chiqarib. Shu boridan qildim. Bo'ladi. Boshqa narsa ham yeyishadi. Ko'ringlar. Shunaqa chiqdi meni. Sadiya qiz. Turib oldi bu ham. Maza qilib uxlasam bo'lmaydimi, qizi? Kelinglar zavtrakka qizlarjonlar. Zavtrakimiz tayyor. Kechagi bulochkalarim. Ular tayyorladiku gaplashib. Shu bulochkalarim hozir choy bilan yeyishadi mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy. Ana. Nima yeyapsan? Mandagi. Voy. Mana Yasmin qizim nima yeyapti mana qizim? Yasmin tosh, qani? Yasmin tosh. Voy. Didika, qizim. Jikaka. Jikaka qizim mana. Jonim demadi bu jonim mana bu jonim. Qizim hali uxlamadi mana. Voy. 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 Voy Didi. Voy Didi. Voy Didi. Qara. Ana o'ynayapti. Voy. Voy. Ana. Kaka qizim. Kaka. Shunaqa qizlar ketishdi uydagilar. Mana choy ichishdi. Boya uxlashyotdi. Endi bila turishdi. Umar uxladi. Shunaqa kuxnyalarim bardak. Hali kir ochishim kerak. Hozir kir otaman. Bu yoqlarimni yig'aman qizlar. Voy xudo. Mana bu qiz shkaflarni mana shunaqa ochib titadi. Pastlarini taxlab qo'yaman, yana yoyadi, taxlayman, yana yoyadi. Yasminichka. Qizim. Mana. Shunaqa qizlar. Mana qani? Havo sovuq yaxshigina. Oy, sovuq. Ko'cha sovuq. Qaranglar. Voy, yaxshigina yop. Yasmin. Shunaqa qizlar. Mana endi stollarimni yig'ib terib, kuxnyalarimni tozalab, hamma yog'imni bir sidira tozalab chiqaman-da. Kirlarimni otib. Yasmin uxlasa uxlataman. Shunaqa qizlarjonlar. Mayli hammanglar kuninglar yaxshi o'tsin qizlarjonlar. Kun ichida yana sizlar bilan ko'rishamiz inshaalloh. Charchamanglar qizlar.
Qizlar biza magazin aylangani kelib oldik mana. Qizim bilan birga. Kechki sayr deydi-ku. Amta Korzinkaga keldik. Uyga mayda-chuyda olgan. Qizim bilan birro yonida Inbazor bor. Keldik-ku bir oldingi videoyimda. O'shanga birro kirdik. Qani nima bor ekan deb Sadiya bilan. Sizlarga birro video olib o'tay dedim qizlarjonlar shunaqa. Ben kichkinasini oldim. Ha, kichkinasini oldim. Kattasi. Kattasini ketdi Sadiya. Yurnariyolarni ham aylanaylik qizim. Shunaqa. Xo'jayinim bugun voqli kelib qoldilar. Yuring dedim, aylanib borib kelaylik dedim. Ham uyda bir ikkita narsalarim tugagandi. Korzinka bahona, betga ham kirdim. Sizlarga video ham olay dedim qizlar. Shunaqa. Gilamlarni qaranglar qizlar. Qaranglar, har xili bor ekan. Mana ham chiroyli ekan. Qaranglar. Voy. Zo'r ekan, yumshoqqina qizlar. Qo'lga yoqadigan. Bunaqasi ham bor ekan, Sadiya qiskari. Wow. Ana. Bizani xonamizga qo'yib qo'ydik. Detski xona. O'zi xonalardagi gilam chiroyli-ku. Bu chiroyli. Qara. Xonalardagi gilam chiroyli. Ani kichik Turkiyadan olib kelganman, qizim o'zi atilab. Detski xona uchun. Ekan bu gilamlar. Tualet vannalarga qizlar Ramazonga nimalar bor ekan deb kirdik hamda ham qiziqib qizlar. Bir yengillik yo'q. Voy. Mamasi bor. Voy, tillikisi bor ekan. Manaki. Oh. Ke qizi, sekin ke. Nima deysan, Sadiya? Ro'zaga aksessuarlar qizlar. Chiroyli qilib stollarni yasatib bezatishga. Mana. Ko'rdinglar? Yangi yilda archa har xil o'yinchoqlar bo'lsa, mana bular ro'zani aksessuarlari chiroyli qaranglar. Osib ham qo'ysa bo'ladi, ko'p qo'ysa ham. Hammasini tegi mana bunaqali ekan. Nima deydi? Ana. Batareyka qo'ysanglar yonib turadi-da.
ichidagi lampochkasi. Mana. Chiroyli. Qaranglar. Mana ham chiroyli. Lekin mana salga qiyshayib ketyapti. Tak. Qaranglar, chiroyli narsa ekan. Mana. Stolga qo'yib qo'ysanglar. Tagida o'sha nima deydi? Sharparlar endi sharlar kerak emas u. Hamma bitta ikkita. Olsa chiroyli. Shu rozani bir anaqasi deb ham. Shunaqa bir aylanib chiqyapmiz endi qizlar. Yo'q kuzim. Mana bitta qaranglar. Tokka tiqasizlar. Mana tokli. Bu yonadi ichi. Ichida menimcha anaqa yonsa kerak. Hamnaqalari bor ekan mana. Qaranglar. Bu ham tokli. Yonadi. Hamnaqasi bor ekan. Mana tokli. Xuddani sharlarga osamiz u. Anaqa kichkina mayda chiroqchalarchi. Lampalar mana. Bunaqasi bor ekan. Narxchi mana. Yo'qmashmang qizlar. Saksonlarga geragi. Bu mayda. Shunaqalar bor ekan mana. Nimalar bor baribir Amazonga mana. Ramazon Karim. Inshaalloh. Oz qoldi. Intiqlik bilan kutyapmiz. Chiroyli muborak kunlarni qizlar. Tutamiz ro'zalarni oilaviy, chiroyli niyatlarimizni qilib Allohdan so'rab. Chiroyli kunda bir oila jam bo'ladigan Ramazon bayrami shunaqada. Bir oilani jam qiladigan muborak bayramlardan bayram bilasizlar. Bir stolga yig'iladi hamma. Saharlikda masalan turib duolar o'qiladi, chiroyli niyat tilaylar. Allohga yuzlanadi hamma. Baribir oddiy kunda anaqa nima deydi? Hamma ish bilan, boshqa narsalar bilan ovora bo'lamiz-da baribir. Bu ro'za Ramazon kunlarida baribir birgalikda saharlikka turib, harakatlar qilib, duolar o'qilib, iftorga harakat qilib, yaxshi-da baribir. Yaxshi kun. Hammamiz Allohim niyatlarimizga yetkazsin inshaalloh. Yürü git. Kötü boyanmış. Yok. Hatta toza asallar bor ekan, qizlar qaranglar. Yok, bo'lmagan. Varenyalar mana. Qaranglar, malinali varenya. Jemma deyman. Shunaqa. Ayvaniki ekan. Qanday o'riniki. Mana achchiqmikan? Ajjikka. Qani? Bilmasam achchiqmi? Achchiq menimcha. Ustida qalampir rasmi bor-ku. Shunaqa. Mana asal haqiqatan originalmi deyman, naturalniy mana.
Mana narxi qizlar. Mana. Olib bering desam, o'zimiz asalchidan olamiz dedilar. Mayli dedim, o'zi bitta joydan olamiz. O'sha yerdan dedilar, olmadik. Yeb ko'rdim-da, haqiqatdan menimcha anaqa o'tkir bo'ladi-ku, toza asal bilinadi. Bilindi-da. Toza asalim tugagandi. Shunaqa qizlar. Odam ko'p rosa. Yo'li Mursko ekan qatli. Bitta nima ko'rdim. Bundan ko'rdim rostdan. Qarang. Zavtraqlarda-chi? Mana shunaqa mayda-mayda idishlar kerak bo'ladi-da, masalan. Qarang, adas. Ana zeytin solishlargacha. Ha? Как раз mana. Zeytin solib, ustidan limonlarni siqib, zeytin yog'larini bitta yurg'izib yuborsangiz, ha? Kekiklar ustilaridan sepib zavtraqlarda. Mana idish o'shanga mos ekan demoqchiman-da. Mana. Qani? Hozir endi zeytinimiz yo'q, yemayapmiz hozir bu oralar. O'zi yeb turardik zavtraqlarda. Foydali-ku qora zeytin, yashil zeytin. Mana 2 talik ekan-da qizlar. Necha pul ekan? Zaytun, o'zi zeytin deyiladi-ku, 25 ming ekan mana. 2 taligi. Shundan olaymi deb turibman. Nima deysiz? Olaymi? Qadib shisha nima qilasan? Shisha urasanmi deydi. Uyga shisha bostirib yubordi endi. Anaqa sinsa ham jalqa emas-da, o'shancha mana. Shuniki shekil bilmayman. Ochiqda turgan ekan. Shunaqa qizlar. Ama keldim, bo'sh ketmaydi mana bir nimalar olaydi bo'lmay. Ana salat malat uchun men endi bilan kichkinagina tuxum qaynatilganda ertalab zavtraqlarda tuxumlar solib qo'yishinglarga ham yaxshi ekan. Shunaqa. Qani arabani sadya olib kelkizim. Shundan olarman. Keyinchi bundan ham olgim keldi. Kichkinagina vazachi. Gulpuz solib kuxnyamga ham qo'yishgacha. Qarang. Chiroyli-ya. Shunaqa qizlar. Aylanganga yarasha kelgandan keyin olish kerak hatto bir nimalar. Ko'rmoq bor, yemoq yo'q degandek quruq qo'l bilan ketkim kelmaydi. Mana nima ekan? 117 ming ekan. Nabor. Shtalimi? Shtali ekan. Shu rasmdagi-da 4 tali ekan mana. Nima ekan? Parfumlarga qo'yishga. Podstavka. Cho'lakka narxi yo'q ekan. Shunaqa mana. Bundan bitta olarman balkim asal solishga.
asalni mana qoshiq ham ichiga sig'adi masalan. Solib qo'yishga 34 ming ekan. Shunaqa qizlar. Keldi detskiy aylanib kelaylik, nimalar bor ekan. Шапочка. Nima? Aravachami olib kel qizim. Ro'mollar. Krossovka. Oyoq kiyimlarga yaxshi emas shekil. Sadya. Svet yanarkan qizlar. Qaranglar. Ko'rdinglar? Yana qaysini ko'rding, Sadiya qiz? Qani yoqchi qizim? Voy! Ashlam yetar ekan-a qizi. Qani? Chiroyli ekan qizlar hammasi bir-biridan batareyada ishlar ekan, qaranglar. Bo'ldi. Ko'zi quvnatadi qizlar mana. Qaranglar. Ko'rdinglar? Chiroyli. Ramazon. Ro'za Ramazon oyiga atab bitta chiroyli aksessuar olmoqchiman. Mana shu ham yoqdi menga mana. Mana ham qaranglar. Oppoqqina, endi qoradan ko'radi mana. Bu ham tegida mana anaqasi bor. No, batareykasi yo'q. Unga qo'yish kerak. Aylandik qizlar. Bir ikkita pakubka qildim. Oladigan bir ikkita narsalarimni oldim. Endi uyga qizlarjonlar anaqalar olmadim. Men bitta mana aksessuarlar nega desanglar. Nima deydi? Ko'pi anaqa bizilib yotibdi. Ko'pi bizilib yotibdi. Mana shu yoquvda olmadim. Negaki batareyka qo'yadigan joylari bizilib to'kilib yotibdi-da. Bilmayman, bu anaqada endi. Biziq demoqchiman-da ko'pi. O'shanga unisini ko'rdik, bunisini ko'rdik. Bir ikkitalari tuziklari menga yoqmadi. Keyin qora olgim kelmadi. Bo'lsa, zolotistsi bo'lsa, ili oq bo'lsa olmoqchi edim. Короче, to'g'ri kelmadi.
Mana Ramazon muborak deb yozib qo'yishibdi. Shunaqa, endi mana bunaqa yonadiganlari ham bor edi, mana ko'rsatdimmi boya sizlarga bunaqa osadigan, yonadigan. Men xohlamadim unaqa. Mana bunaqa qo'yib qo'ysa kuxnyamga masalanda, aytib chiroyli bo'lib turardi, o'xshamadi. Endi bilmayman, boshqa joydan chiqib qolsa inshaalloh ro'zagacha olaman. Shunaqa qizlarjonlar. Bir ikkita pakubka qildim uyga borganda. Ko'rsataman. Shunaqa qizlarjonlar, bir ro'slar uchun ham video olay dedim. Endi uyga ketdik. Yurkizi. Ketdik. Voy, mana qizlar uyga ham kelib oldik. Aylandik bozorni, bir ikkita pakubka qildim. Bo'sh qaytmay dedim. Oladiganimni oldim. Hozir ovqatimni solib qo'yib sizlarga bir keyin ko'rsataman qizlarjonlar. Bugun ujinga lag'mon bizada. Har doimgidek eslasanglar oldingi pakubkamda ham magazindan kelib lag'mon solgandim. Bugun ham lag'mon qilamiz. Mana bismillah deb hamma narsani tayyorlab oldim. Piyozim, go'shtim, chesnokim, uyniki va ko'chaniki ikki xil tomat aralash. Mana so'yam, qizil ko'k bolgarskilarim va o'zim o'sha yozda bularni lag'mon uchun ichini tayyor qilib qo'yganman. Mana hammasi. Magazinga ketishdan oldin chiqarib ketish esimdan chiqibdi. Hozir chiqardim, muz holida turibdi. Qozonga solganda issig'ida o'zi erib, qovurilib ketadi. Endi bismillah deb birinchi bo'lib go'shtimizni yoqqa tashlaymiz. Yog'i mana qizib turibdi. Bismillah deb. Mana qizib ham ketibdi. O'sha videoda lag'mon qilgandan beri boshqa qilmadim-da qizlar. O'sha qilganim-da. Boshqa qilmadim. O'shandan beri mana endi qilyapman. Bunaqa go'shtimizni qovurib olamiz. Mana qizlar so'ya soldim, 2 qoshiq uksuzimni soldim, go'sht bilan birga qovurdim. Mana endi piyozimni soldim qizlar. Hammasini yana bitta qovuramiz. Bir ko'rsatib o'taman deb qizlar. Ketma-ketligini mana. Mana qizlar, tomatlarimni soldim. Karomini, turupini, ko'katini va jandog'i o'sha paketda ko'rsatdim sizlarga, komplekt qilib qo'yganman. Muzlatilgan mana uni soldim mana. Eridi endi mana ko'rdinglar. Hozir endi buni ashna bitta bir qovurib olaman. Mana tez erib ketadi-ku issiqda. Buni hozir bitta qovurib, keyin buni tashlab bitta qovurib, shu bilan suvini solamiz qizlar. Ko'p qovurilish kerak emas, suv bilasizlar. Bir mana. Mana qizlarjonlar, qizil ko'k bolgarskilarimni soldim. Pripravali soldim, qariyli tuz soldim, qizil paprika soldim, ozgina murch, ozgina kashnich maydalangani va ozgina zira sovardim, maza beradi deb mana. Pripravali. Hozir hammasini bir qovuramiz, bir o'ldirib qo'ymaymiz, deb mana bularni. Ovqatimni qaranglar, qanaqa chiroyligini. Chiroyli-ya, ranglari qip-qizil, yog'liqqina. Mana vitaminga boy ovqat. Qovurmadim ko'p ham. Shuna paketidan chiqarib soldim-da, mana bitta aylantirib, endi suv quyib yuboraman qizlar. Posalada tursin deb butun bo'lib. Bismillah deb mana qaynagan suv quyamiz. Bo'ladi.
seldirek hidi biram zo'rek, ha, hidi chiqib ketdi. Chesnok hidilar, ko'kat hidilar. Qaranglar, mana chiroyligini. Mana suvini quydim, qizlar, mana уже qaynab chiqyapti. Hozir bitta qaynab chiqadi-da, keyin tegini past qilib qo'yaman. Где-то bo'lsa 5 minut, eng ja borsa uzog'i 10 minutlarda past olovda ozgina pishirib olaman. Shu bilan ovqatimiz pishadi, qizlarjonlar. Mana qaynab chiqyapti, qaranglar. Mana ko'rinishlari rang-barang, shunaqa chiroyli bo'lib chiqdi inshaalloh. Mazasi ham zo'r bo'lib chiqadi mana. Mana qizlarjonlar, kecha men sizlarga ujinda aytib o'tdim-ku, ujinga turibdan men yaxshi shunaqa yeyishli zo'r salat o'rgandim deb sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. To'g'rab uksuzlab qo'yardim-ku qizlar. Hozir endi mana o'rganganimni sizlarga ham ko'rsatib o'tay. Mana tuz sepib olamiz. Qo'limizda 1-2 mijiqlab tashlaymiz. Tuz bilan karom o'ladi. Turib deganim. Tuz bilan turib o'ladi. Mana 1-2 qo'lim toza. Mana qizlar ko'rdinglar, chesnok, ziravorli solib oldim. Yog' qizdirib oldim mana. Ko'rdinglar? Yog'im qaynoq qizib turibdi. Hozir bismillah deb chesnok ustidan mana quyamiz. Va ozgina uksus. Voy, shunaqa dahshat hid chiqdi qizlar. Mana uksus ozgina yurg'izib yuboramiz. Hozir yog'im issiq bo'lsa aralashtirib. Ko'kat ustidan quyib qo'ymanglar, tana yog'. Ko'kat o'lib qoladi. Endi aralashtiramiz, bismillah. Ko'ryaptim videoda. Va shunaqa yeyishli zo'r bo'lar ekan qizlar. Bilganlar bordir oranglarda. Kecha dolmani yonida qildim-da. Voy, xo'jayinimga ham shunaqa yoqdi. Voy, onasi gap yo'q-ey. Qatdan o'rgandi, va shu cho'tki chiqibdi. Salat endi dedilar. Yoqdimi desam, zo'r dedilar. O'g'lim amidan ham maza qilib maqtab yeyishdi ishqilib. Mana sizlar ham ujinlarda ovqatlarni yonida qilsanglar, yeyishadi maza qilib. Qaranglar. Qani hozir yeb ko'ramiz. Qanaqa chiqibdi ko'rib aytaman qizlar. Bugungisi xuddi kecha ham shunaqa qildim. Hozir qo'limni bitta yuvib yuboray. Bismillah deb ha. Gap yo'q. Вообще zo'r qizlar. Ko'ringlar. Voy. Ko'ringlar. Shunaqa mazasi gap yo'q. Rahmat etasizlar. To'g'ri aytibsiz deysizlar. Oddiy turibli salat, конечно. Lekin rosa yeyishli. Shunda o'tirmash idish indan bir kishi shunaqa yeb qo'yadi. Zo'r rosa yeyishli-da, chesnok, uksus, ichida ko'katlar, har xil pripravalar, vasha gap yo'q. Ovqatlar yonida mana zo'r ketadi. Haqiqatdan oddiy to'g'rab qo'ygandan ko'rasi. Men ham endi o'rgandim mana.
Sizlar bilan bo'lishdim qizlarjonlar, qilib ko'ringlar, mazasiga просто gap yo'q. Ovqatimiz pishdi qizlarjonlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib, mana qaylalari, xamirlarni qaranglar qanaqa yuqa cho'zilgan. Mana bismillah deb endi ovqatlarimizni solamiz. Kosaga solmadim qizlar, qaranglar, ana chuqurroq, tarelkada chuqurroq ekan. O'zi lag'mon bilasizlar, shunaqada yesa yaxshi. Ana yayrab, rohat turadi-da ovqat, chiroyli suziladi ham. Kosada tiqilib qoladi. O'shaning uchun suvlaridan qaranglar. Kelinglar ujinga birgalikda lag'mon yeymiz. Yonida chiroyli turibli salatlar bilan, tuzlamalar bilan, qalampirlar bilan qizlar. Uksuzlar qo'shib, maza qilib ujin qilamiz mana. Qo'lim kuymasin deb tagiga anaqa qo'yib oldim-da, mana. Yoqimli ishtaha qizlarjonlar. Ana qizlarjonlar, magazindan olgan narsalarim. Sizlarga bir ko'rsatib o'tdi. Ko'p narsa olmadim. Kirdim bo'sh qo'l bilan chiqmaydi-da. Sizlar uchun kirib aylandim. O'zi anaqada ham, planda ham yo'q edi. Korzinkaga bordik, uyga mayda-chuyda olgan. Mana qizlarjonlar, dasturxon oldim, chiroyli-ya. Uzoqroq olgan ko'rinadi. Mana svetkalari shunaqa. Qaranglar, bitta dona qolgan ekan. O'zi ko'p edi-da, uni sotuvchi yigit tugab qopti. Shuni oldim. Ertaga inshaalloh ro'za Ramazon oylari mana yaqinlashyapti, oz vaqt qoldi. Stolimga qo'yaman chiroyli qilib mana buni. Qaranglar, mana bunaqa ikkilik idish oldim mana, ikkitalik 25 ming ekan. Videoda o'sha aytib o'tganimdek, masalan, zaytun tuxumlar, masalan, yana nima, varenyami, o'sha bir nimalar solsa bo'ladi-da. Mana kichkinagina udobniy salatnitsami, masalan, zavtraklarda bilasizlar, kichkina mana shunaqa idishlar ko'p kerak bo'ladi. Bunaqa vazacha. Bilmayman, bu yerda vaza sifatida ko'rsatilgan mana. Hidli suvlar solib qo'ysak bo'ladi, aksessuar chiroyli qilib, masalan, vannalarga, etbetlarga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Endi o'zingizlar yaratasizlar-da, ilik gul haqiqatdan vaza sifatida ishlatsa bo'ladi. Mana 19 ming ekan zo'r. Bundan kichkinasi bor ekan, 13 ming ekan. Men kattarog'ini oldim. Asal solish uchun oldim qizlarjonlar, bilmayman endi bo'ladi, menimcha bo'ladi mana. Ko'rdinglarmi? Mana varenya, konfet, shokolad solib qo'ysa ham bo'ladi. Masalan, pechoniy qilib qopqoli yopiq turadi. Eng yaxshi narsa qopqolida. Qopqog'ini yopib qo'ysanglar zo'r. Anaqa bambuk gullarimga vaza oldim. Qaranglar, necha pul ekan? 60 ming ekan qizlar. Vazasi sal kichikroq edi. Bo'yi pastroq edi. Men shu uzunroq bambuk guli uchun mana shu vaza anaqa ko'zi chiroyli turadi. Shuni oldim qizlar. O'sha gullarimni solib qo'ydim. Ichiga dorilarni ham solib, gullarim bir chiroyli bo'lib yarashib turibdi vazada mana. Qaranglar, qanaqa yarashgan, chiroyli bo'lib turibdi. Ko'rdinglarmi? Mana shuni solib, o'sha qo'ydim men. Suvlarini solib, shunaqa qizlarjonlar, mana olgan narsalarim shular. Videolarim qaranglar, juma kunidan boshlab, ujindan boshlab videolarimni oldim. Juma, shanba oddiy. Men 3 kunligiga bitta qilib qo'yamanmi desam, rosa katta video bo'lib ketdi qizlarjonlar. Majbur bo'ldim juma bilan shanba kuniga videoni bitta qilib chiqarishga. Yo'q, uzr, adashdim. Juma kunga ujin, ya'ni dolma bilan bulochkani bitta qilib chiqarib yubordim. Hozir shanba kuni bir kunlik videoni hozir bitta qilib mana inshaalloh qo'yib yuboramiz. To вообще katta bo'lib, yo o'tardi, yo o'tmasdi. Shunaqa bo'lib yubordim. Ba'zi bir joylarda video
ko'p bo'lib ketgani uchun gaplarimni tezlashtirib yuborganman. No tushunarli qilib bir ro'ga tezlashtirganman. Vaqtdan yutish uchun ikkiga video o'rtasida bir joyda kameram o'chib qolgan. U joyga anaqa yozib ham qo'ydik keyin shu bilan o'chganda video olinmagan. Ko'rdinglar-ku, videoga o'zim oldim, hech kim yo'q edi, uxlab qoluvdi bolalar. Shunaqa qizlarjonlar. O'shaning uchun anaqa nima deydi, mayda-chuyda ozgina nitroq ili videoda xunukroq bo'lib qolgan joylariga avvaldan uzr so'rayman. Mana shanba kuni videoyim ko'ringlar. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Hamma harakatlarim sizlar uchun qizlarjonlar. Shunaqa kanalimga yangi qo'shilganlar, kanalimga xush kelibsizlar. Qo'shilmay ko'rayotganlar, podpiska bo'linglar, like bosinglar va chiroyli kommentlaringizni yozib qoldirsanglar, o'qib men ham xursand bo'laman. Qizlarjonlar, hammanglarga rahmat, boringlarga shukr. Mana videoyim sizlarga yoqdi degan umiddaman. Endi videoyimni shu yerda tugataman. Videoyimni ko'rib ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videogacha hammanglarga xayr, hammanglar Allohga omonat bo'linglar qizlarjonlar. Xayr.